GPT bilan tanishib olgan bo'lsak, endi buni amalda sinab ko'ramiz. Xo'p. Tasavvur qilamiz, tunni yarmi och qolib ketdingiz, pizza xohlaysiz. Internetda uzoq qidirib o'tirish o'rniga ChatGPT dan yordamchi sifatida foydalanish mumkin. Lekin avval ChatGPT aslida nima ekanligini, qanday ishlashini va u bilan qanday muloqot qilishini bilib olishimiz kerak. Xo'p, ChatGPT bu katta til modeli deb ataladigan tizim asosida ishlaydi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, uni miyasi bu har bir kitob, maqola va veb sahifani o'qib chiqqan, inson tiliga o'xshash matnni tushunib va yarata oladigan juda aqlli kutubxonachiga o'xshaydi. Til ichidagi andozalar va tuzilmalarni o'rganish orqali u mantiqan to'g'ri va vaziyatga mos bo'ladigan javoblar yaratadi va u ba'zida javoblarni bashorat qiladi agar noto'g'ri prompt bersak. Keling, buni amalda ko'ramiz. Xo'p. Yaqin atrofdan pizza topib ber. Ko'rib turganingizdek, bu javob bizga kechki ovqat topishga yordam bermadi, chunki ChatGPT siz qayerda ekanligingizni yoki hozirda soat necha ekanligini bilmaydi. Endi unga kontekst qo'shish kerak. Endi unga soat necha ekanligini va qayerda ekanligimizni yozamiz. Endi esa u bizga to'liqroq javob berdi. Bu safar foydaliroq bo'ldi. Endi boshqa tafsilotlar qo'shib ko'ramiz. Misol uchun bunisi. Unga biz vegetarian ekanligimizni va bizga eng yaxshi variantlar kerak ekanligini aytamiz. Ko'rib turganingizdek, ChatGPT qo'shimcha ma'lumotlar asosida moslashtirilgan javob berdi. Lekin bu hammasi emas. ChatGPTda yana bir qiziq xususiyat bor. U bundan avvalgi suhbatlarni eslab qola oladi. ChatGPT siz Nyu-Yorkda va soat 2 da vegetarian joyni xohlayotganingizni bildi. Nega? Chunki u undan avvalgi xususiyatlarni va suhbatni eslab qoldi.